Gül sunumen sana her seher, gül suyusen puraysen ipar, sen bilemsen bilmemsen dilber, her bir gülde bir dimiden bar. Kara saçı akar itti canan yanıkime, yüzü güzel ol içime, canını şeyme, canime, canime, işki yolunda öldürme beni, yarime, canime, işki yolunda öldürme beni. Geceleri izlep çıksa gülşenler ara, görünmeydi göz anları vicdanıda. Yarime, canime, işki yurdumda öldürme beni, canime, canime, işki yurdumda öldürme beni. Alem uzun, ömür kısa, insan bəxtli. Kısa ömrüm ne görelmedi canan yüzünü. Yarime, canime, işki yurdumda öldürme beni, yarime, canime, işki yurdumda öldürme beni. Hammalarga merhaba, Stockholmdan sizlarga ortiq salamlarımni yollayman. Qanday ahvalinglar? Hammanglar yaxshi turibsizlar. Yangi bir qitimliq vlogimga xush keldinglar. Ko'rganinglardek, Stockholmda ajoyib payz bir qayg'i batdi. Men hozir qor saylisiga chiqdim. Uyimdan yenida bir o'rmonliq batdi. Undan bir cho'ng bir ko'l bor. Hozir men shu o'rmonliqning ichida. Manda kun chiqib baxmag'niga dehshat uzoq bo'lib ketdi ya. Yurkingiz yayrab ketayotgan manda kunni ko'rsangiz, kun nurini. Unda bo'lsa men bilan birga bir qor saylisi qilinglar. Maxsus mang'ini chiqdim men o'sha o'rmonliqda, o'sha kundan bir nurdan bir energiya olay deb. Bu yerda 1-2 soat mang'aman bu o'rmonliqning ichida. Ko'k osmondan, qordan, kun nuridan energiya olish uchun. Eli yolunu kılay bayan, bilmegenge bolsun ayan. Yurttin ketmey nemi çare, çirmi bolsa zulüm çaya. Koş, Kaşgar tarafına qarab koş. Kaşgar degan cho'ng shahar, seningdek bir musofirga boshliqdek yer chiqib qolar. Eli xonim daryolardagi suvning ulug'ligini aytaymi? Sal deganza,
Zodi, o'g'il bolaning o'g'il bolasi haydimisa, mundaqroq odamlarga bo'y bermaydi. Shu Qashqardan faqat ketkim yo'q edi. Qashqardagi baland shahar olamda yo'qmikin deyman. Ömer Madda choydan keyin daraxt soyasidagi doq yerda birdam so'zilib yetib orom elibla o'tgan hamma ishlarni unutgan bo'ldi. Tallarning ushshaq yopirmoqlari cho'l shamolida tushuniksiz bir nimalarni deb pichirlatdi. Issiqdan qochib qor yog'ish shoxlarining daldisiga nutilgan qushqachlar ko'ngilli bichirlashadi. Ömer Madda o'rnidan turib beshini ko'tarib churuqlashib yotgan qushlarga qarab kuldi. Osman Axon, beri tarafda tog' orqasida bulbul deb bir qush bor. Biladiganlar? Bilmamdigan. Alomat sayraydi-da jonivar. Shu qushni o'z ko'zlari bilan ko'rganmi? O'zini ko'rmagan, ovozini anglagan. Ko'rganlarning aytishicha, ovozi undoq jarangliq bo'lgani bilan o'zi qushqachlikli qushmish. Qushqachdan sal cho'ngroq o'xshaydi. Qashqarning choyxonalarining oldiga qafasda esib qo'ydigan to'rg'aychilik bor ekan. Lekin bulbulning sayrishi oldida to'rg'ay degan nima u? Menmi bulbulning sayrisini anglagan, o'zini ko'rmagan. Sizlar degandek, uning sayrishiga hech qanday qush tan bo'lolmaydi, dedi Ömer Madda. Bir yili toza bahor vaqtida tog' orqasiga o'tib qoldik. Deb hikoya qildi Osman Uloqchi. Daryo yoqilib ketyapmiz. To'qaylarda sayrayotgan bulbullarning ovozini aytaymi? Biri to'xtasa biri ulab, bas-basda sayraydi ekan. Zodi bu jonivorni bir ko'raychi-da, to'qayliq kelib, bulbulning ovozi chiqayotgan yerga yetib qolsalar, uning ovozi yo'qolib ketib, yana sizlardan 10-20 qadam nerida paydo bo'lar ekan. G'azab sayraydi degan deyman. Anglasam, u qizilgulning ishqida shundoq mast bo'lib sayrarmish. Qizilgul g'unchisining puraklab echilganini zodi ko'rolmasmish. Muhabbat degan shu. Uning vasliga yetdimi, qimmatining tayini qolmaydi. Shu vajdan nekin Navoiy Hazratim umr bo'yi o'ylanmagan ekan. Shunga qarslar uning she'rlaridagi fasohatni. Yo'lovchilar yo'lga tushdi. Ömer Madda hammaning oldida ruhli qadam elib ketib boradi. Tuyuqsiz Osman Uloqchi bu odam Iluxo tarafga nemish bilan boradigandu. Har qancha bo'lsa-mu, bulbulning ovozini aniqlab ketib bormagandi, deb o'ylab qoldi. Samat Ömer Maddahning orqasida ketib boradi. U bu parangchi odamga qiziqib qolgan edi. Uni yana nima paranglarni salarkan deb yondashib maqdi. Ömer Madda sinchi ko'zlari bilan orqasidan yetishib kelayotgan Samatga qarab, "Ukam, sening isming kim bo'ladi?" deb so'radi. "Samat." "Osman Axon" deb uloqchiga qaradi Ömer Madda. "Bu Samat Axon sizning jonli bo'lgan yordamchilari o'xshamamda?" "Yo'qsa, yaxshi bir yordamchim bor edi. Bu navbat onasi og'rib qilib yo'lga chiqolmay qoldi. Bu inimmi eliga boradigan yo'l ochgan. O'zimga hamroh qilib oldim," dedi Osman Uloqchi. "Obdan bo'pti," dedi Ömer Madda Samatga yana bir qarab. U og'zini o'mallab Samatdan bir gapni so'ramoqchi bo'lib edi, Osman Uloqchi gap oralab ketdi. "Ustoz, o'zlari bu qitim Iluxo'ga nima zaruriyat bilan mangdi ekan? Yosh kundan kunga cho'mib ketyapti Osman Axon. Putdan mushunchalik maqdurning parida ulug'lar qadam bosgan yerlarni ziyorat qilib, elidagi 4 mozorni tavob etmakni niyat qilib ketyaptimi? Qaysi 4 mozorni davadilar? Osman Axon, bu qanday gap bo'ldi? Sizlar Qashqar bilan Iluxo orlig'ida to'xtamay qatnab turadigan odam turib, elidagi 4 mozorni bilmamdilar? Iluxo degan yurtdimi ulug'lar yotgan mozorlar xeli ko'p. Endi sizlar qaysi 4 mozorni ko'zda tutyapti lekin bilib qolay deyman. Shundoq bilib qolganlar yaxshi. Amsa quloq solsinlar, deb gap boshladi Ömer Madda. Bir o'ynimi uning 4tini ko'tarib turgandek, butun Iluxo degan yurtnimi shu 4 mozor yulab turdi. Sizlar bilinglar, butun Iluxoning kam ketgan yayloqlarining qop o'ttirisidan
Eli daryosida bir azim daryo etib o'tadi. Bu 4 mozorning ikkisi kun chiqishga, ikkisi kun petishga, ikkisi daryoning o'ng qanotiga, ikkisi so'l qanotiga o'rinlashgan. Xuddi tarozi taxtisining 4 jipidek butun eli zaminini tanglab tutib turdi. U mozorlarda yotgan ulug'lar kimlarkin? Samataxon, ustozning gapini orlimisizlar, ochiq keladi. deb Samatning o'ng biqinidan oston o'qidi quvvat asna. Endi bilmaganni so'rash ayib emasdi. O'zing gapni oz qilgan bilan xeli gap onisi o'xshamamsan, dedi Ömer Maddah Samatga qarab. Mening mushundaq valaqlab turmasam ichim pishib qoladigan kesilim bor. Bu Maddah degan ataq menga shunga mahkam yapishgan. Bo'pti, mengacha bir param bo'p qolsin. O 4 mozorda yotgan 4 ulug' zotning ömür tarixining har biri bir kitob. Men qisqacha bilganimni so'zlab beray. So'zlisizlar. Yo'q degan param bilan aviydo emasmi? dedi Osman Uloqchi. Bu 4 mozorda yotgan zotlarning fazilat, ish izlarining kattaligiga so'z ketmaydi. deb gap boshladi Ömer Maddah qo'lidagi tayoqini silkib turib. Uning ichidagi tarixi eng uzun bo'lgani Eli daryosining so'l qanotining kun petish burchigidagi Xunxay degan yerda sukutda yotgan Xunxay mozori. Aytishlariga qaraganda bu yer nurg'un qon to'kilgan zamin ekan. Bu mozorda zamon ahlining donosi, aql farosatning cho'qqisi, ilm o'rganguvchilarning peshvosi Yusuf Sakkoki degan buyuk olim yotadi. Bu zot dunyoga o'zining Miftahil O'lim degan kitobi bilan mashhur. O kitobda nima voqealar yozilgan bo'lgaydi? Miftahil O'lim deganning ma'nosi ilmlar ochqichi demak bo'ladi. Bu kitobda olim ilmiy nujum, tabiat, adabiyot, musiqa degandek nurg'un ilmlardan bilim bergan. Shu zamonlarda elida nurg'un xalqlarning poytaxti bo'lgan Olmaliq degan bir mashhur shahar bo'lgan. Bu sodi sitiq nihoyatda avj olgan. Kun chiqish bilan kun petishdan kelayotgan sayyohlar, sodi karvonlari jazman tushib o'tmasa bo'lmaydigan katta shahar ekandoq. Shaharning rat-rat ko'chalari, bog'baranliq uy-joylari, olarman satarmanlar bilan qaynab turgan rastlari to'g'risida sayyohlarning nurg'un kitoblariga madihalar yozilgan. Sharqdan kalkundek yopurilib chiqib, dunyoning yerimini besib olgan Xoqoni Chingizxon o'z o'g'illariga zamin bo'lib berganda, o'zining ikkinchi o'g'li Chag'atayga Mavara Unnagir, Xorazm, Balx, Badaxshon, Qashqariya, Jung'oriya va shu kang eli zaminini qo'shib bergan ekan. Chag'atayning o'rdisi ana shu Olmaliq shahrida bo'lgan ekan. Chag'atay Sakkokining tanqini anglab, olimni Olmaliqdagi o'rdisiga maslahatchilikka taklif qildi. Osmanaxon, men sizga aytay, dunyoda xalqlarning ko'z oldida turib xizmat qilmoqdan ozodlik ish yo'q. Qandoq deylar? dedi Osman Uloqchi. Shundaq, nihoyatda azoblik, har bir qadamlarini sanab dastlab, har doim xo'sh deb egilib turdiganga ballarning ustixini toza avrishim bo'lmasa bo'lmaydi. Atroflarda hasad, ko'rolmaslik bilan sizga qodilib turgan nurg'un ko'zlarning chiqinchiligidan o'shar turmuslar yana bo'lmaydi. Ish qilib, to'limi mushaqqat, xatarlik ish. Yusuf Sakkokining al-ichi va xon oldida obro'yining o'sib ketayotganligini ko'rolmagan hasadxo'r vazirlar olimni xonga chiqib zindonga tashlatqizgan ekan. Uning oxirgi umrimi shu zindonda oxirlashgan ekan. Umar tog'a, bu qaysi zamonlarda bo'lgan ishlar? deb so'radi Ömer Maddahning so'zlarining yerimini tushunib, yerimini tushunmagan Samat. Hijriya 620-yillar. Ya'ni buningdan 700 yillarcha muqaddam bo'lgan ishlar. Bir aytishlariga qaraganda, Chag'atay olimning o'limidan keyin o'zining xato qilganligiga pushaymon qilib, Sakkokini o'zi shu yerga dafn qildirgan ekan. Yana bir aytishlariga qaraganda, olimga aqida qilg'uvchilar uning jasadini zindondan o'g'irliqcha ochiqib, shu havoliq yerga akilib dafn qilgan ekan. Qabrining kungay tarafida Dilmut tog'lari deb atalgan chiroyli bir tog' qad ko'tarib turadi.
qabrning yenidan tog' suvlari to'lqinlab o'tadi. U yerdan har doim tavobchilarning oyog'i uzilmaydi. Hay hay, uloqlarga qaranglar, deb varqiradi Ömer Medda. Uloqlar qandoqdir bir jira ichiga oldirib tushib ketishyotdi. Oldimizda suv bor. Uloqlar suv ishkili oldiryotdi, dedi Osman uloqchi. Toshliq jiraning o'ttirisidan kesib o'tgan eriq qop-quruq turadi. Uloqlar eriq ichidagi namlikni purab-purab birdan turib qilishdi-da, yana men ketdi. Jiraning u tarafi yana keng ketgan yalang'liq edi. Agri-bugri ketgan cho'l yo'lida ulardan boshqa hech bir hayotlikning qarisi ko'rinmaydi. Xo'sh taqsir, gaplarni davom qilsalar, dedi Osman uloqchi. Uloqlar jiraning ichidan chiqib u tarafdagi tuz yo'lga tushganda. Qaysi gapni deydilar? dedi Ömer Medda. Elidagi 4 mazar to'g'risida. Elixodagi ikkinchi bir ulug' mazar, To'g'liq Temirxon mazari. To'g'liq Temirxon deb anglaganmisan? deb yenida kelayotgan Samatga qaradi Ömer Medda. Anglamabdi ekanman. Ismidan qaraganda u temirchi odam o'xshamamdi. Ömer Medda qo'rqib Samat o'rinsiz bir gap qilib qo'yganini pamlab xijil bo'lib qoldi. Endi mening deganim, bizning yurtda dehqonlarning ot eshaklarini taqilab, katmanlarni so'qib beradigan bir temirchi ustam bo'ladigan. Qahlarning hammasi uni Tudoxun Temur deydi. Ya bo'lmasa, u nahaytimi pixsiq bir odam ekan. Bizning mahallada Emin Cho'yun deb bir odam bo'ladigan. Nahaytimi pixsiq, qattiqligidan kishilar shunday laqam qo'yib qo'ygan. Quduqqa bir yarmaq puli tushib ketsa, org'amcha bog'lab quduqqa tushishdan yanmaydi. deb Samatning gapini tortib oldi Quvon Azma. Ajab gapchi bo'lib ketibsan, ha? deb Quvonning so'zini bo'lib Ömer Medda. To'g'liq Temirxonning qanday odamligini mana hozir anglaysan. Ey xaloyiq, anglamadim dema. Shunday bir zamonlar bo'lganki, biz yashab turgan bu yurtlarni Xoqoni Chingizxonning avlodlari necha 100 yil so'ragan. To'g'liq Temirxon Chingizxonning 7-avlod navrisi bo'ladi. U 15 yoshida xonlik taxtida o'tirib, Mo'g'uliston davlatini qurgan. Bu davlatning poytaxti elidagi boya mansilagi tarafini qitpagan Olmaliq shahri edi. Davlatning chegarasi shimolda Oltoy tog'laridan katta dengizgacha, kunpetish tarafda Farg'ona o'ymonligi, janubda Qaraqurum tog'lari, kun chiqishda Qumning nerisigacha bo'lgan keng joylarni o'z ichiga oladi ekan. Osman Axon aytmoqqa o'ng'ay bo'lgan bilan, men degan oshu doirni sizlar ovi uloqlari bilan necha oyda aron cho'rgilab bo'ldilar. Ajab katta podshohlar o'tibdi ekan, ha? dedi Osman uloqchi. To'g'liq Temirxon Hijriya 765-yili oshu Mo'g'uliston xalqining poytaxti Olmaliq shahrida vafot bo'lib, shu joyga dafn qilingan. Bu mazarning o'rni Eli daryosining o'ng taraf, kunpetishga to'g'ri keladi. Ilgari mashhur Olmaliq shahrining o'rnida hozir hech bir shahar yo'q. Anlasam, u yerga tarixiy izlarni oqtiradigan olimlar, tuyuqsiz boy bo'lib ketgisi keladigan tavakkulchilar, xiyolparastlar oyog'i uzilmay berib turdi ekan. Ularning ba'zilari ilgirki shahar iznolarini qizib yurib, ta'liyi kelganlari burun xallarning qolgan oltin kumush, har xil tamg'a, xilma-xil tangilarni tepib oladi ekan. Ba'zilari texi qadimiy Jungoning qimmatbaholik jonon chinillari, Rum, Sham, Yunondagi san'atkorlarning qo'lidan bitib chiqqan ajoyib san'at buyumlari uchrab qoladi deyishidi. Bunday narsalarni albatta kun chiqish bilan kun bitish o'ttirisida qatnab turadigan savdogarlar silidek uloqchilarning o'liqiga ortib, yiroqlardan bu yerga yetkazib kelgani aniq. Shuning dilla ilgari Olmaliqning qanchalik katta shahar ekanligini tanishlar bo'ladi. Bu qadim shahar kishilar nazaridan qanday g'oyib bo'lgan. Rivoyatlarga qaraganda, bir zamonlarga kelganda bu shaharning odamlari oltin kumush, boylik ko'milib, diyonatdan yiroqlashib, adab axloq deganning nimaligini bilmas holga yetganmish. Yaratgan egami g'azabga kelib, bir kechadilla u yerga tog'dan kalkun avatib, shaharni suv ostiga g'arq qilgan ekan. U yerda hozir yiroq o'tmishning shohidi bilan
To'g'liq Temirxon mazirlik qad ko'tarib turibdi. Shuncha cho'ng bir podshohning shahri bir kechada suv cho'kib yo'q bo'lgan bo'lsa, deb yoqsini tutdi Quvon Asma. Yo'lovchilar to'piliq yo'l bilan to'xtamay ilgarilaydi. Uzunga so'zilgan yo'l taqir edirlar, toshliq soy, kam ketgan bo'shliqlardan o'tadi. Ba'zida yo'l egiz-past do'ngliklar ustiga ko'tarilib, yana qandoqdir bir o'ymonliqlarga qarab qush tortib ketadi. Bugün romanımızı misaycha anglaylik. Anglayotgan romanim bo'lsa, Mamtimin O'shurninki Salchilar degan romani. Bu roman o'zi ikki cho'ng kitob. Men anglagan hozirgi mishari bo'lsa, birinchi kitobininki 6-qismi. Men bu yerdan anglab bo'ldim. Men hozir anglab bu romanning 16-qismiga keldim, ya'ni ikkinchi kitobiga keldim. Men bu romanninki eng yaxshi ko'radigan ham o'zim muhim deb nim qilgan shu G'oljodagi 4 cho'ng mazarni aslida shu vlogimga qatmoqchidim. Ammo bek uzunga bu 4 cho'ng mazarni tasvirlagan yeri jami 2 qismga bu yeri. Hozir biz 2 mazarni angladik G'oljodagi, ya'ni 2 mazar qilib qoldi. Bu 4 cho'ng mazarning hammasini bu qitimliq vlogimga qassam bek uzrab ketadigan vlogim. Uning ustiga men hozir nashtiligimni qilib bo'ldim, ko'ngillarda hesab bo'ldim. Men aslida nashtilik qilgash anglamoqchidim bu romanni. Aran 2 cho'ng mazarni tushuntirishyapti bu nashtilik qilganimga. Keyingi 2 cho'ng mazarni unda bo'lsa kelar qitimliq vlogimga qatay, balkim ketishim mumkin, balkim qatnaslashim mumkin. Kelar qitimliq vlogimda texnik payziyalari chiqib qolsa, shu yerlarni anglashimiz mumkin. Bu roman men yaxshi ko'rgan romanlarning biri, haqiqatan bek payza. Bo'libmi shu Qashqardan bular yo'lga chiqib, shu G'oljig'i bag'chi bo'lgan orliqda shu Umar Maddohninki so'zlagan shu gap qilib bergan tarixiy ishlar. Men bu Maddoh degan gapni burun qat'iy bilmadim ekanman. Shu romanni anglab, men Maddohninki nima ma'noda ekanligini bildim. Bu haqiqatan bir bilimli ham shundaylik gapga usta, nutq usta shunday bir odam ekan. Bular shu G'oljig'i bag'chi bo'lgan shu yo'lda bular shu boshqalarni zeriktirmaymi shundaq nurg'un tarixiy ishlarni, nurg'un gaplarni, qiziqarli ishlarni so'zlab turdi. Misharni men nimadan yaxshi ko'rdim bu romanninki, bu Qashqarning G'oljig'i bo'lgan shu orliqdagi shu davondan o'tgan, muz davondan o'tgan shu yerlari hammadan payziyalari deb bildim. Shunlashqa misharni birga angladik bugun. Unda bo'lsa men hozir kirib nashtiligimni qilib mümkün qolgan ishlarimni qilay. Kelar qitimliq vlogimda texnik payziyalarni anglaymiz bu romanninki. Agar sizlarga shunday kitoblari bo'lsa yoki shunday bir anglaydigan shunday ovozli kitoblar bo'lsa, bu romanni cho'qim bir anglanglar. Haqiqatan bek esil bir romanki bu. Mana bu ko'rayotganinglar bo'lsa, Stockholm shaharlik konsert zali. Bu konsert zalida har yili dunyoga tanliq bo'lgan Nobel mukofotini taqdish murosimi o'tkazildi. Oldimizdagi bo'lsa Stockholmdagi eng chong kinoxonalarning birisi.
Film stadını Sergel. Bunun tegide bir zalba tamaq yeydigan, onun için göçbeşlerini satıdigan. Hazır biz muşu zalına işe düşüp, ben tamağımni yetmişerde, onun için bir kinoga barman. Onda olsa düşüp tamaq yeyli hazır. Hey. Uyumda hasal qalmaptı, şunlaşqa hasal elvalay. Şunun bilan miyada şokoladdan da keselim baki. Mavi asal deyman, mavi üsümlük deyman. Bizning vatanlarda yezlarda, eriq boylarda o'silgan o'simlik emasmi? Aslimni ilvaldim, endi kino ko'rgin barmiz. Miyada bir çayxona bor ekan. Men turayotgan bu maydon bo'lsa, Xötoriyat deb. Stockholmniki dağınlıq bir maydoni. Stockholm kəsənlər çoxmuş ətraflarını arlanlar. Hem peyvi dukallar var. Miyadlı Stockholm şəhərlik konsertlarla var. Ma trep kımansanlar, man binanın kendili bir koçu var. Saplı bazar bulduğum bir koça. Hazır metroga düşüp biz Skanstol degan bekatga berib, mening kinoramni qo'ydigan ya shu Skanstol degan bekatda bir Victoria'da bir kino ham bor. Aşağı berib aşağıda kinorimizni ko'ramiz. Kaptı. Şunun çıksak buldu. Nästa Medborgarplatsen. Blivit torrt det där grejen. Men kaldım. Yolunu sırtı götürüp gideyim.
O çeçim dehşet ösüp ketipti ama bu da kelar qitimliq vlogimni ko'rsanglar balkim chechim qisqa bo'lishi mumkin. Shu ertaga o'g'illikni ichida chechimni yasayman. Qisqa qo'ttaza. Qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Bu ikkinchi oylik vlogim bek uzrab ketdi. Raskatni qilsam, uni ustiga bek aldrashib ketgachga ishlab tuzak vlog qilmadim. Ammo vaqtim chiqsalar, sirtlarga chiqib qolsamlar, kameralarni ilib olgan, shunglashqa beklik parcha bo'lib ketdi bu qitimli vlogim. Balkim menda ko'rgan chaqda es qilsanglar mumkin, bir ishlar bilan yana bir ish, bir-biriga ulanmagan, shuna chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Kechirayotgaysizlar. Men hozir tamoq yeb, ondan keyin bugun bir kino ko'rganga bilet deb qo'ygandim. Hozir shu kinoxonaga ketib borman. Bu ikkinchi oyda tuzak yaxshi kinolar chiqmadi. Shuna bo'lsa bir kino ko'ray deb tamoq yegan tamoqim bo'lsa, azroq tushuntiraytay. Shvetsiyaninki har bir davlatning o'zininkiligidek vakil xarakterlik tamoqlari bo'ldi-ku. Bu mening yegan tamog'im bo'lsa, toast skagen deb, shu shvetlarninki shundaq vakil xarakterlik bir tamoqi. Balkim sizlarga yerlardan bo'lishi mumkin. Agar shvet oshxonalarni topa olsanglar, tetbaqsanglar bo'ldi, saplan. Reakorni nimdaydi ekan, Uyg'urchada shani nimdaydi Uyg'urchada. Ashu undan keyin salat, undan keyin yana boshqa toast, ashlar bilan birlashtirib yasagan shunday bir tamoqi. Bo'ldi ish qilib. Mobilnashtirimda miyada men yaxshi ko'rgan vintage do'kondan birisi bor. Mana men keldim kino ko'rgan yerim esa shu Victoria'da. Men ko'rgan kinoninki postersi bormikin, sizlarga ko'rsatib qo'yay bo'lsa. Balkim baka. Mening ko'rgan kinorim Mau The Marksman degan. Aslida men buni ko'ray degandim. Trailersni ko'rsam yoqtirmadim. Shunlashqa mening trailersni ko'rsam, meningki pace'ga shuni ko'rgan bo'ldim. Ketdik. Salam out. Come back. We haven't told about this. No, it's not safe. It's not safe. You better. No, damn it. I'm fucking dead. No fucking hearing. Okay? What's going on? Huh? Hello, I've seen darkness. Men hozir kinorumni to'ytib uy qaytib keldim. Köyün kinorum bo'lsa, bayam ko'rsatib qo'ygan. Liam Neeson boshrol olgan The Marksman degan kino. Raskatni qilsam, bekmu unda o'ylaganimdek trailersni ko'rgandek undaq yaxshi emasga kinosi. Odatda Liam Neesonninki kinolari bek yaxshi o'zingizlar bek dangliq artist bu Liam Neeson o'zi. Mesela bu adamın cık kinolarını ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Eng dangliq kinolardan shu 93-yili chiqqan Schindler's List degan kinosi bor. Undan keyin Taken degan qismliq kinolarda bir ikki deb. Qancha qism o Taken degan bir necha qism ko'rayman. Undan keyin Unknown deb kinosi bor. Silence, Love Actually. O ro'lagan kinolar bek chiqlayam desanki. Cık kinolarını ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Men mush kino trailersini ko'rib, men ilaqi Commuter, undan keyin yana ma'vilaqi Taken, undan keyin Unknown degan ilaqi kinolarga o'xshab ketadigan so'qash yerlari jiqmikin desam, bek ozga unday ilaqi etishib, so'qishib qilgan yerlari. Asosiy bu kinoda shu Meksikadan qochib chiqqan bir bola bilan bir onaninki şu çigrada anısı şu karteller şu qarjamiyat kartellar tarafından şu öldürüldü. Ondan keyin şu bal sıkıp kaldı. Balısını şu Liam Neeson qutuldurup şu Chicago gibi tuqqalını uyga apırıp qo'ygan. Shunda bir mazmun so'zlangan bir kino ki bu o'zi. Bo'ldi ki endi biroq
kinoxonga berib pullarni isrof qilib ko'rishga mencha arzimayotgan. Apo qil, Hoji Muhammad. Apo qil, tahirsiz sevgindim seni. Qo'lingni xiyolan tutdim kechida. Apo qil, chehringni qo'ydim men sizib, qalbimning eng pinhon nozuk yeriga. Ajaldek men sana boshladim safar. Oldimda qabrlar turibdi hayot. Apo qil, tushimni buzib arvohim. Karvatin yenida ko'tirsa faryod. Apo qil mening bu miskinligimni. Apo qil cheksiz dard azoblarimni. Ishqimda shoir bo'p qolsam navoda. Apo qil hasratlik she'rlarimni.